Xo'jayin bir oyga javob so'ramoqchi edim. Nimaga? Uylanayotgandim, uyim remont qilishim kerak edi. Mayli, nima ham deymiz, tabriklayman. Rahmat. Spalni ham bitib qoldi mana. Lekin qiynalib ketdim mana. Nimaga ustalar ishlatmadingiz o'zi? Usti tushirsam to'g'ray pul qatdan olaman. Sen ham kutibsan bilasiz. Bollywood zal qilmoqchiman. O'zi arzimagan ish bor. Rom bilan turib kraskaga borishimiz kerak. Patologik natijani tortamiz, devorlarni yaxshilab shko'rkalaymiz-da, abo'y tortaveramiz. Keyin polni bitta chiqib kraskalar olsak bo'l. Hammasi bir haftadami? Ha, 4 ta dona xonatiga. Ishdan keyin qarash o'rasizlar, to'g'ri. Ha. Bunda nima bo'ldi? Uloq qara, 3 kun qopda to'yingi bir pasda. Ha, o'zi hamma joy tayyor. Men toqlab, ko'kalab tozalab yuborsam bo'ldi, qara. Bir pasda bitadi, ozgina qoldi.